أبناؤكم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bizlarni ota-onaga yaxshilik qilishlikka va ularga oq bo'lib qolishlikdan qaytargan Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlarimiz sobit bo'lsin. Va ota-onalaringizga yaxshilik qilinglar. Ertaga ular ham sizlarga yaxshilik qiladilar deb marhamat qilgan janobimiz rahmatan lil olamin sarvari koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz alayhissalomga ko'pdan ko'p salovatlarimiz bardavom bo'lsin. U kishining oilalariga va ashabi kiromlariga va barchalariga Alloh taoloning rahmati, barakoti bardavom bo'lsin. Ammo hamdu sanodan so'ng barchalaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning rahmati, barakoti, ofiyati har ikkala dunyoda sobit bo'lsin. Muhtaram azizlar, domla buvomiz yetkazganlaridek, o'sha idoramizni topshirig'i bilan, diniy idoramizni tavsiyalari bilan bugun mana So'x tumaniga kelib, mana siz azizlar bilan diydor ko'rishib, bu yerda mana markaziy masjidda sizlar bilan juma namozini ado qilishlikka Xudo muvaffaq qildi. Allohga hamdlar bo'lsin. Barchalaringizga bu kun muboraklik bo'lsin. Alloh taolo bosib kelayotgan qadamlarimizga ajri azim, xayri kasir bersin. Bugungi kunda umid bilan qilayotgan duolarimiz, bandalik bilan qilayotgan ibodatlarimizni Alloh taolo o'zi qabul aylasin. Bandalik bilan yo'l qo'ygan xato va nuqsonlarimizni Alloh taolo o'zi kechirsin. Azizlar, albatta mav'izaga o'tishlikdan oldin demak bu yerga juda ko'p kelgan edik. Pandemiyadan oldin ham bir kelgan edik, lekin mana endi kelsak, bu yerda juda katta o'zgarishlar, mana obod bo'lib, Masjid Baytulloh bir ajoyib bir fayzli bo'lib, juda ham bir yaxshi bir ko'rk qo'shib masjid yana ham obod bo'lib qopti. Alloh taolo bunga xizmat qilgan, buni obod qilgan, bunga mehnati bilan, puli bilan, mablag'i bilan, maslahatlari bilan mutasaddi bo'lib turgan barchadan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Janobi Hazrat aytadilar: "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutatin banallohu lahu baytan fil jannah." Kim Alloh taoloni Xudo uchun bir Alloh taologa uy qursa, Parvardigori olamni uyini qursa, Xudo uchun bir Baytullohni qursa, agarchi o'sha qurgan masjidi kaklik degan qushni uyasichek bo'lsa ham dedilar. Walau kamafhasi qutatin deb bir qushni uyasicha joyga qurgan bo'lsa ham, bu yerda albatta janobimiz mubolag'a majoz ishlatyaptilar. U yerda bitta odam namoz o'qiy olmaydi, u kichkina joyda. Lekin Allohning fazli shunaqa ulug' ekanki, bir do'ppiday joyni ham masjid qilib bir odam obod qilsa, Alloh taolo shunga jannatda bir qasr quradi dedilar. Qarang. Alloh taolo demak shunaqangi bir fazillik, ulug' bir marhamatli zot ekanki, demak hadis sharifni zohiriga qaraydigan bo'lsak, bitta g'ishtni yarmi bitta qushni uyi bilan teng bo'ladi. Agar bir odam bitta g'ishtni Alloh uchun kelib qo'yadigan bo'lsa Xudoning uyiga, Alloh taolo shunga ikkita qasr quradi jannatda. Chunki u ikkita qushni uyi bilan teng miqdordagi narsa. Alloh taolo ana shunday marhamatni demak siz azizlarga muvaffaq qildi. Demak bunga yana ham astodil bo'lib, shunaqa yaxshi ishlarga bir muhabbat bilan xizmat qilishligimizni Alloh muvaffaq qilsin. Endi Baytulloh shunaqa bir ulug' joy ekanki, u yerda xizmat qilish, uni obod qilish, uni juda ham bir chiroyli holatga keltirishlikda ajri bu juda ham katta narsa. Baytulloh u yoqda tursin, masjidda yurgan bir qushga don berib qo'yishlik
masjidda yurgan bir mishiqqa bir non berib qo'yishlik, yo masjidda bir yurgan bir kuchukka, bir itga, bir sakni o'ziga bir ozgina taom berib qo'yishlik Allohning uyida bo'lganligi uchun uni bahosi ham baland turadi. Uni obod qilish u yoqda tursin, masjidda turgan bitta hayvonga bir ozgina bir taom berib qo'yishlik qanaqa ulug' narsa. Kitoblar aytadilar, sohibi tasniflar, bir podshoh o'zini mahallasiga bir masjid qurishlikni niyat qilib, shu o'zimdan boshqa odamga shuni ajrini men ravo ko'rmayman. Faqat hadisda aytilgan jannatdagi qasrni o'zim qo'lga kiritaman deb o'zi masjid qurgan ekan. Hech kimni molini aralashtirmaslikka buyruq ham berdi. Ittifoqo masjid bitib, tepasiga uni masalan nomini yozilgandan keyin o'sha kuni tush ko'rsaki, maloikalar haligi nomni o'chirib, bir kampirni, bir beva ayolni nomini yozayotgan ekan. Mashalloh dedi-da, o'rnidan turib, ya bu shaytoniy bo'lsa kerak. Ertasiga yana takror ko'rdi, indiniga yana takror ko'rib, haligi ayolning nomini bilib olib, qattekin shu ayol deb toptirib kelgan ekan. O'sha masjidda bir mahallasida bir chekkada yashaydigan bir miskin, faqir bir ayol ekan. Shunda yana aytdiki, to'g'risini aytgin. Sen shu masjidni qurilishiga nima qilgan edingki, men shunaqa ko'ryapman. Desa, yo'q, men birinchidan miskin bo'lsam, faqir bo'lsam, men orttirib bera olmasam, kamiga siz buyruq chiqargansiz bunga birov aralashmasin deb. Men qanday? Yo to'g'risini ayt, men senga ziyon qilmayman. Shunda yana u aytdiki, bir kun o'tib ketyapsam, shu masjidda qurilish bo'layotgan ekan. Masjidga yog'och olib kelgan ekan bir ot avarada bir odam. Shu ot avarani baylab tushirib olinglar deb kirib ketgan ekan. Baylagan oti sal kaltaroq baylangan ekan. Nandaroqda bir paqir suv turgan ekan, ot chanqagan ekan. Shuni ichaman deb tumshug'ini cho'ziyapti-yu, yetolmayapti. Shu bir paqir suvni tumshug'iga yetadigan qilib, bunday bir qarich surib qo'yib o'tib ketaverdim degan ekan. Shuni evaziga Alloh taolo butun bir boshliq masjidning savobini o'sha kampirga yozib yuborgan ekan. Demak, masjidda xizmat qilish u yoqda tursin, masjiddagi hayvonga xizmat qilishlik ham shunchalik ulug' narsa. Demak, mana bu baxtni Alloh taolo sizlarga muvaffaq qildi. Bunga demoqchimanki, bundan buyog'iga yana ham astoydil bo'linglar. Endi bugungi juma mav'izamizning mazmuni ota-onani rizoligi, ota-onani rozi qilishlik. Bu mavzu juda ko'p gapiriladigan mavzu bo'lib qoldi bugun. Ilgari ham ko'p gapirilardi. Har qancha gapirilsa oz, chunki hammamizning ota-onalarimiz bor. Ba'zilarimizda bittalari bor, ba'zilarimizda ikkalalari hayot, ba'zilarimizda dunyodan o'tib ketganlar. Lekin ota-onani ehtiromiga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda qancha oyatni nozil qilgan. Janob payg'ambarimiz alayhisalom ota-onani ehtiromiga qancha muborak hadislari bilan bizni ogohlantirganlar. Ana shu oyat karimalardan biri Sura-i Isroda Alloh subhanahu va taolo bir oyat bilan, bir ajoyib uslub bilan bizga ta'lim qiladi. Ta'lim qiladi. U nima edi? Astag'izu billah. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Ana shu oyatda Parvardigor bizga shunaqangi bir ota-onani ehtiromini ta'lim qiladiki, haqiqatda ham ilohiy ta'limot ekanligiga bir iymoningiz yana ham bir quvvat topadigan bir ajoyib oyatlardan. Aytadiki Parvardigor, ey Habibim, Robbingizni hukmi shu. Nima u? Robbingizni qazosi hukmi shu bo'ldiki, faqat uni o'zigagina ibodat qilishlikka Robbingiz hukm qildi. Faqat o'ziga ibodat qilinadi. Va yana hukmi shuki va bil validayni ihsana.
ota-onaga yaxshilik qilishlikka Parvardigoringiz amr qildi, buyurdi. Va yana Alloh aytadiki, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Ey Habibim, ummatingizga ayting, ey insonlar deb Alloh xitob qiladiki, ota-onalaringizdan biri yo har ikkisi sizni huzuringizda topilsalar, ya'ni ular hayot bo'lsa, yo bittasi yo ikkovi ham hayot bo'lib, sizni huzuringizda keksalik yoshida yetib qolsalar, nima qilish kerak? Alloh aytdiki, fala taqullahuma uffin, ularga hargiz malollanishlikda ishlatiladigan uf degan kalimani ishlatmanglar dedi Alloh taolo. Uf demang. Vala tanharhuma, va ularni jerkimang. Va qul lahuma qawlan karima, ularga doimo yoqimli so'zlar bilan murojaat qiling. Otajon, onajon deb ularga yaxshi gaplarni gapiring. Vahfiz lahuma janahadhul, ularga mehribonlik bilan xorlik, tavozulik qanotini pastroq tuting. Ya'ni ularga nihoyatda chiroyli, kamtarona, ularning oldida hokisor bo'lib turing. Rahmatdan iborat bo'lgan xorlik qanotingizni past tuting va doim ularning haqiga duoda aytingki, ya'ni ey inson shunday deb duo qilinglarki deydi. Robbirhamhuma, ey Parvardigoro, bu ota-onalarimizga rahim qilgin. Chunki kama robbayani sag'iro, bizni go'daklik chog'imizda bizlarga mehribonlik bilan bizni katta qilib marhamat qilganlaridek, sana ham endi ota-onamizga o'zing marhamat qilgin, rahim qilgin, o'zing tarbiya qilib bergin deb haqlariga duo qilinglar deb Alloh taolo farzandni ota-onani haqiga duo qilishlikka buyuryapti. Endi mana shu oyat karimani tafsirida, tafsiri Ruhul Bayon aytadilarki, Alloh taboraka va taolo o'sha fala taqul lahuma uffin dedi. Ya'ni bu nima? Ota-onaga malollanishlikda ishlatiladigan urfimizda gaplar bor. Ana shulardan birini Xudo misol qilib uf degan kalimani zikr qildi. Ya'ni uf degan kalimani ota-onaga ishlatib bo'lmaydi. Chunki bu nimadan diqqat tikin deb ota-ona ozor topadi. Ikkinchisi, insonga bir narsa yoqmasa, bir odamdan nafratlanayotganda ishlatiladigan gap bu. Uf desa, ota-ona haligi boladan ozor topadi. Alloh taoloning ta'limini qarangki, ota-onani huzurida uf deb bo'lmaydi. Shu yerda aytdilarki, va huwa amun likulli adha. Mana shu lafz bugungi kunda bizni yashab turgan davrimizda nimaiki insonga ozor beradigan, malollanishlikda ishlatiladigan qanaqa gap bo'lsa, hammasi shunga kiraveradi. Obbo deydi, qo'ying, bo'lmagan gap deydi, masalan, jerki voradi, boshqa har xil ma'nolarda inson bugun odamlarning orasida har xil lug'atlar bilan o'zini malollanganligini ifoda qiladigan urfimizda gaplar bor. Mana shu gaplarni gapirsa, xuddi uf deganda qanday gunohkor bo'lsa, shuna gunohkor bo'laveradi. Xo'p, uf desa nima bo'ladi? Alloh taolo qiyomat kuni bandani qilgan amalini taroziga qo'yar ekan, savob amalini. Ikkita mezon, Alloh o'zi biladi kayfiyatini. Mezon tarozisida Alloh o'lchayman degan amalni. Val vaznu yawma idinil haq deydi Alloh taolo. Tarozi haq deydi. Endi taroziga bir insonni butun umrida qilgan toat, ibodat, barcha yaxshiliklari qo'yilar ekanda, narigi gunoh pallasiga ikkita harfdan iborat bo'lgan bitta so'zni qo'ysa, shuni gunohi shuncha ibodatni hammasini bosib olar ekan. Nima u dedi? Ota-onaga gapirilingan uf kalimasi degan ekanlar. Ikki harfdan iborat. Ammo insonda hamma tahorat ibodatini, hamma toatini ikki pulga chiqarib yuboradigan, habada qilib yuboradigan katta gunoh bu. Uf deyishlik ota-onaning huzurida insonda amalini habada qilib qo'yadi. Hamma qilgan ibodatimizni nima qiladi? Alloh saqlasin, puchga chiqarib qo'yadi. Shuning uchun
Nima qilish kerak? Alloh tepada aytdi-ku, va qullahuma qawlan karima dedi. Orqasidan aytdiki, va la tanharhuma. Uni jerkimang, ota-onangizni jerkimang dedi. Balki ularni oldilarida o'sha va qullahuma qawlan karima eng oliy janob gaplarni nima gapirishlikni Alloh taolo shu yerda nima qildi? Hammamizga buyruq qildi. Demak, otajon, onajon degan gaplar bilan ularga murojaat qilib, ularga bir muruvvat qilib, mehribonlik bilan va yana qarangki, o'sha yo ummo, yo abato, yo otajon, yo onajon degan murojaatlar bilan. Endi yigitlar, yoshlar ko'proq o'tiribsizlar. Ko'chadagi ulfatingizga chiroyli gaplarni topib gapiryapsiz. Yo ishxonada ishlaydigan sherigingizga chiroyli telefondami, qayerda bo'lsa, ajoyib gaplar topib gapirasiz. Yo'inki ahli ayolingiz bilan gaplashasiz. Va hokazo juda ko'p odamlar bilan gaplashasiz. Lekin ular ota-onani oldida qiymati umuman yo'q narsalar. Ota-onani obro'sini mayoqqa qo'yib, ko'chadagi hamma topgan ulfatingizni, ishdagi sherigingizni, tijoratdagi hammasini qo'ysa, ota-onani bitta ranjishiga arzimaydigan odamlar ular. Shularga topgan yaxshi gapni nimaga ota-onaga topib gapirolmaydi? Ana Alloh taolo shunga buyuryapti biz. Shularga topilgan gapni nimaga gapirolmaydi? Ibn Abbos roziyallohu anhu shu oyat tafsirida aytgan ekanlarki, kum ma'al validayn kal abdil muznib. O vahfiz lahuma janahadh-dhul. O'sha xorlik qanotingni pasaytir degan oyatga aytiblarki, ota-onani oldida gunohkor quldaqa tursin bola degan ekanlar. Abdulloh ibn Abbos. Va ularga mehribonlikka buyuryapti. Endi mehribonlik bilan turishlik qanaqa bo'ladi? Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, ota-onani huzuriga kirganda farzandsiz, onangiz bo'lsalar, otangiz bo'lsalar, ularni yuziga rahm, shafqat nazari bilan qarashlikka o'rganishimiz kerak. Pul so'rasam beramikin deb emas. Yo bitta ishda aytsam maslahat beramikin deb emas. Alohida niyat qilib yoshlar, ota-onasi borlar, ota-onani oldiga kirib ularni yuziga rahmat nazari bilan, Xudoyo shular qarib qoldi, meni boqaman deb, meni katta qilaman deb nima bo'lsa bo'lgan shular. Parvardigor shularga rahming kelsin degan gaplarni dildan o'tkazib, onangizni yo otangizni yuziga bir rahmat nazari bilan bir daqiqa yo qarash nima degani, mana bunday qarasa 1 sekund vaqt ketadi. To'g'rimi? Bunday qarasa 1 sekund. Bir deguncha bo'ladigan nazar. Shunga har bir ota-onasi bor, bugundan borib shuni vazifa qilaylik. Nimaga? Janob payg'ambarimiz marhamat qildilar. Ma min waladin yanzuru ila al-walidi va ila walidatihi nazara marhama illa kana lahu biha hajjatun va umrah. Va fi rivayatin hajjatun maqbulatun va umratun maqbula. Qaysi bir bola, farzand yo otasini yo onasini yuziga rahmat nazari bilan bir boqsa, gapirgan yo'q, bir narsa so'ragan yo'q, faqat rahmat nazari bilan ota-onani yuziga bir marotaba qarasa dedilar. Qarasa, nima bo'ladi? Shu bolani nomai a'moliga bitta qabul bo'lgan haj bilan bitta qabul bo'lgan umrani savobi yoziladi dedilar. Qarang. Odamlar million sarflab hajga, umraga boradi. Lekin uni qabul bo'lganmi, yo'qmi, ertaga Allohning oldidan bo'ladi. Lekin onani yuziga bir marta qarasa, Xudoyo shularga rahming kelsin deb bir qarasa, otani yuziga bir qarasa, qabul bo'lganligi aniq emas. Qabul qilingan, aniq qabul qilingan haj bilan umrani savobini Xudo yozaman deyapti. Shu ishni ota-onasi borlar, bugundan o'zlaringga vazifa qilinglar. Mana bemashaqqat ibodat savobi. Bugunoq jumadan keyin borib bir qaranglar muborak yuzlariga. Ota-onani yuziga qarash ibodat. Ota-onani yuziga rahmat nazari bilan qarab turishlik bu juda katta ibodat ekan. Qabul bo'lgan haj, umraya
sahobalarga bayram bo'lib ketgan ekan. Ota-onasi bor sahobalarga bayram bo'lib ketgan ekan. Aytdilarki, "Qalu ya Rasululloh, va in nazara fil yawmi 100 marra." Agar bir kunda ota-onamni yuziga 100 marta qarasam-chi, shunaqangi rahmat nazari bilan 100 marta qarasa, Alloh 100 ta haj, 100 ta qabul bo'lgan umrani savobini yozadimi dedilar. Va in nazara fil yawmi 100 marra, agarchi bir kunda 100 ta qarasang, Alloh taolo senga 100 ta haj, 100 ta umrani savobini yozadi dedilar. Ana uyingizdagi Ka'ba, ana uyingizdagi Allohning Ka'basi. Ota-onasi borlar, ota-ona juda katta Allohga yaqin qiladigan bir juda ham katta bir ibodat ularga qarash. Avliyoullohlardan Boyazid Bastomiy aytgan ekanlar, ibodat bilan topilmaydigan martabani ota-onani yuziga rahmat nazari bilan qarab topsa bo'ladi degan ekanlar. Bandani Allohga yaqin qiladigan eng katta ibodatlardan biri ota-onani yuziga rahmat nazari bilan qarash. Ana banda Allohga yaqin bo'lib qoladi. Va yana ularda orqasidan duo qilishlikka ana Alloh buyurdi. Vafot qilgan bo'lsalar orqalaridan. Janob Hazrat aytgan ekanlar, Alloh taolo qabrda yotgan ota-onani darajasini ko'tarib qo'yar ekan. Bir rohat kirar ekan dasturxon. Shunda ali banda aytar ekan, Parvardigor, bu menga annali hada qatdan kelyapti desa, maloikalar aytar ekanki, bi istig'fori valadika. Bugun seni bolang duo qildi, Xudoyo ota-onamning gunohini kechirgin deb duo qildi. Bolangni qilgan duosini barakotidan martabang ko'tarilyapti der ekan. Ana. Yoyinki aytdilar, manzora qabra abawayhi aw ahaduhuma fi kulli jum'a kana borran. O'tib ketgan ota-onalar hayotlariga ancha ish bor hali. Lekin o'tib ketganlarcha esa kim har juma kunida ota-onani qabrini ziyorat qilsa, ota-onaga yaxshilik qilyapti deb yozilaveradi shu farzandi haqqiga degan ekan. Mana bugun juma. Jumadan keyin borib qabrlarning oldida bir tilovat qilib, assalomu alaykum ey ona, ey ota, Xudo sizni rahmat qilsin desa, ota-onaga yaxshilik qilyapti deb yozilar ekan. Shuning uchun Shayx Sa'diy Xudo rahmati aytadilarki, solho bartu biguzar ki guzar nakuni suyi turbati padarat tu bajoyi padar chi kardi xayr to hamon chashim dori aspisarat. Shayx Sa'diy Xudo rahmati aytadilarki, "Ey dedilar, sen dedilar, necha yillar o'tib ketdi ya dedilar. Necha yillar o'tib ketdi. Yuribsan, u ulpatingnikiga borasan, bu do'stingnikiga borasan, ishxonangga borasan, aqa borasan, yuribsan dedilar. Aqa borib baqa kelib necha yillarda o'tkazyapsan-u, ammo otangni turpog'ini tepasiga, onangni qabrini tepasiga bir borib Xudoyo shu ota-onamni rahmat qilgin deysanmi dedilar. Bormaysan-a? U yoqqa bu yoqqa borgani vaqt qilasan-u, ota-onani qabrini tepasiga borgani vaqt qilmaysanmi? Bunga vaqting yo'q. Tu bajoyi padar chi kardi xoir. Sen shu otangni qabrini tepasiga nima amali solih sendan bordi? Nima bordi sendan? Yo otangni o'rniga qolib sen nima yaxshilik qilding bugun? Hamon chashim dori aspisarat, qachon qarasa farzanding bola-chaqangni orqasidan yig'laganu, ammo bir marta ota-onam deb ham yig'laysanmi dedilar. Qachon qarasa hammani tashvishi o'zini bolasi. O'g'lini, farzandini, boshqasini duo qilaveradi-yu, hech bir ota-onangni ham duo qilasanmi dedilar. Ana ulug'larning nasihati. Shuning uchun hammamiz ham mana shunday bir ularni g'animat bilib, hatto Imom G'azzoliy Xudo rahmat aytadilarki, ota-onani buyrug'i vojib. Iza ta'azzara mura'atu haqqil walidayn jami'an bi an yata'azza ahaduhuma. Masalan, ba'zi bir odamlar
barobar ota-onasini haqqiga rioya qilishlik uzr bo'lib qoladi. Chunki bittasini gapini qilsa, narigisi xafa bo'lib qolyapti. Otasini gapini qilsa, onasi xafa bo'lib qoladigan holatga borganda nima bo'ladi desa, ulamoy kiromlar aytdilarki, birinchi otani haqqini baland qo'yadi. Ota martabada baland turadi dedilar. Ya'ni birinchi otani ta'zimda, ehtiromda nima qiladi? Muqaddam qiladi. Ammo hadiyalar berishda, ehtirom qilishlikda nima? Chunki birinchi otani ta'zimi vojib. Nimaga desa, nasab otadan-da, o'sha otani farzandida. Uni muqaddam qiladi. Onani bo'lsa debdilar, xizmatda, in'omda, ehsonda onani muqaddam qiladi. Masalan, ota-onasi barobar o'tirgan joyga kelib qolsa, darrov otasini ehtiromi uchun o'rnidan turadi. Agar barobar ekovi menga bir narsa olib kel, choy damlab kel desa, birinchi onaga damlab boradi degan ekan. Ehtiromda otani muqaddam qiladi, bir narsani berib ehson qilishlikda, xizmat qilishlikda onani muqaddam qiladi. Shu darajada. Shuning uchun mana shu darajada ularni demak xizmatini qilsin. Ulug'lar aytadilarki, Janob payg'ambarimizning ham hadislari bor. Jannat onalarning oyog'ini tagida. Shu darajada. Ularni oyog'ini ostida, ya'ni ularni oyog'ini ostida hokisor bo'lib xizmatlarini qilib jannatni top. Va aytadilarki, jannat saroyi modaron ast. Jannat onalarning saroyi. Ya'ni ularni xizmatini qilsang, ene jannat saroylarida aylanasan. Zeri qadamoti modaron ast. Va o'sha onalarning oyog'ini ostida jannat deydilar. Jannat shunaqangi Parvardigor ularni rizoligiga baylagan. Ro'ze bakun ey Xudoy moro, chiziki rizoyi modaron ast. Ey Parvardigor, bizni ularga oq bo'lishlikdan o'zing saqlagin. Chunki sani rizoliging ota-onani rizoligida-ku, onani rizoligida-ku deydilar. Demak, hammamiz ham mana shu narsalarga demak amal qilishligimiz kerak. Endi ulug'lar masalan fatavolar aytadilarki, ota-onani bolani tepasida 10 ta haqqi bor. Bolalar, eshitib olinglar. Birinchisi, izahtoja ila taom at'amahu. Ovqatga muhtoj bo'lsa, taomlantirib qo'yishligi vojib. O'zi yeyolmaydi. Farzand yedirib qo'yishligi vojib. Yedirib qo'yadi. Ikkinchisi, kiyimga muhtoj bo'lsa, kiyintirib qo'yishligi vojib. Ham to'g'ri ma'noda kiyintiradi, ham puli bilan kiyintiradi. Ya'ni puli bilan kiyintirishga kelganda bozorini ko'tarishiga qarab, qudratiga qarab, sharoitiga qarab kiyintiradi. Shunga muhtoj bo'lsa. Va yana uchinchisi, izahtoja ahaduhuma ila xidmatihi. Agar ikkovidan biri uni xizmatiga muhtoj bo'lsa, xizmatini ham qiladi. Qaysi biri xizmatga muhtoj bo'lsa, ota-onani bola xizmatini qiladi. To'rtinchi haqqi, iza da'ahu ajobahu va hadara. Chaqirsa yetib borib quldi singari huzurida turadi. Ota-onani bolan tepasidagi haqqi, vojib, gunohkor bo'lib qoladi. Beshinchisi, iza amarahu, agar bir ishga buyursa, u gunoh bo'lmasa, ma'siyat bo'lmasa, nima bo'ladi? Albatta qiladi. Hatto fatavolarda aytdilarki, otasi kofir ekan, mushrik ekan. Butxonamga olib borib qo'y desa, olib borib qo'ymaydi-yu, olib kelib qo'y desa, butxonadan olib kelib qo'yadi degan ekanlar. Chunki avvalgi suratda gunohga olib borish mumkin bo'lmasa, keyingi suratda gunohdan olib kelyapti, unga xizmat qiladi unga. Hatto mushrik otasini cherkovdan olib kelishligi vojib bolaga, musulmon bolaga. Shu darajada. Yoyinki bir harom narsaga buyursa, bor aroq olib kel deyishligi mumkin. Desa, yo'q demaydi. Uni birdaniga ranjitmaydi. Uni sen harom narsani ichyapsan deb nasihat qilmaydi. Balki chiroyli rad qiladi. Xo'p bo'ladi deydi, chiqib ketib, otajon topolmadim, kechgacha oqtardim, topolmadim deb bir tadbirini qilib, o kech payt kirib boraveradi degan. Shu darajada ehtiyotini qiladi.
Va 6-si muloyimlik bilan gapiradi, qo'pollik bilan emas. 7-si an la yad'uhu bi ismihi, ismini aytib chaqirmaydi. Ota-onani ismini aytib chaqirishlik bolaga harom. Mumkin emas. 8-si an yamshi xalfahu, ota-onani orqasida yuradi debdilar. Oldiga tushib olmaydi. Eng katta beadablik demak ota-onani oldiga tushib yurish. Magaram ota-ona nobino bo'lsa, a'mo bo'lsa, yo kar bo'lsa, yo ko'r bo'lsa, dalolat qilishlik ma'nosida, yo'l ko'rsatish ma'nosida uzrli bo'ladi, bola oldiga tushishligi mumkin. Ammo uni bu yog'ida ota-onani orqasida yursin. Sahobiy ikromlar shunga buyurgan ekanlar. 9-si o'ziga yaxshi ko'rgan narsani ularga yaxshi ko'rsin, o'ziga yomon ko'rgan narsani ularga ham yomon ko'rsin. Qaysi ovqatni yoqtirasiz? Nafsimiz ovqat yoqtiradi, har xil taomlarni, mana shu yerda 500 ta odam o'tirgan bo'lsa, 500 xil taomni nafs xohlaydi. Hammaniki har xil. O'zingiz yaxshi ko'rgan taomni ota-onangizga ham borib qilib berasiz. O'zingiz shashlikxonada o'tiribsizmi? Unga ham olib borib berasiz. O'zingiz shashlikni yaxshi ko'rasizmi? Olib borasiz unga ham. O'zingiz boshqa taomni yaxshi ko'rasizmi? Uni ham olib borasiz. Usiz bo'lmaydi. Mana bu ham bolaga vojib. 10-si ularga gunohlarini kechirishligiga, mag'firatiga duo qiladi. Qachon o'ziga duo qilganda ota-onani haqqiga nima qiladi? Xudoyo shularning gunohini kechirgin deydi. Mana namozlarda turib duo qilinadi. Shuning uchun azizlar, mana bu ota-onani xizmati, ota-onani ehtiromi hammamizga vojib. Albatta ota-ona farzandni Alloh saqlasin, oq qildim deyishligi shart emas. Imom Buxoriy bobomizdan bir hadis bilan yakunlayman suhbatni. Aytdilarki, bukoul volidayni minal uquqi val kaboir. Ota-onani yig'lashi bolani oq bo'lgani dedilar. U og'ziga chiqarib oq qildim deyishligi shart emas. Ota-ona ranjidimi, ota-ona yig'lab qoldimi, tamom shu bolani nima yaxshi bo'lmaydi, katta gunohkor bo'lib qoladi, ota-onaga oq bo'lib qoladi. Shuning uchun bugun ota-onamizni borlar juda katta bir yonimizda bir Alloh taologa yaqin qiladigan ulug' zotlar bor ekanligini his qilaylik degan ma'noda men bu gaplarni aytdim. Albatta ota-ona bolaga mana shu 10 ta haq unga vojib ekan. Oldida quldi singari tursin dedilar, ha? Mana endi ba'zi bir odobdan yiroq bo'lgan odamlarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qolyapmiz. Mana yaqinda o'sha bir 15 yoshli bola onasini yuziga 4 bilan soldi. Ko'rdilaringiz-a? Ijtimoiy tarmoqda biz ham ko'rib qoldik. Qarang, shu musulmonchilikning qaysi joyiga to'g'ri keladi shu? Otasini qaratib turib, onani yuziga 4 bilan soldi. Islom shunga buyuradimi? Din shunga buyuradimi? Ana shuning uchun farzandlarimizga ota-onani oldida qanday turishlikni bir ehtiromini o'rgataylik. Onaizorni xo'rlashlik bir o'yinga aylanadigan bo'lib qoldimi endi hozir? Yoshlarga mana. Shuning uchun bir ulug' zot tushlarida bir ulug' zotni ko'rsalar, soqollarida gavharlar bilan ko'rgan ekanlar. Ertasiga ko'rishib, shunaqa ko'rdim sizni desalar, o'sha kuni onamni oyog'ini o'pib, soqolimni surkab chiqdim degan ekanlar. Ulug'lar aytadi, "Man qabbala rijla ummi", kim onasini oyog'ini borib o'psa, jannatning ostonasini o'pibdi dedilar. Jannatingiz uyda bo'lsa, bugun borib o'ping, har kuni o'ping. Ulug'lar aytar ekanlar, "Ona, oyog'ingizni yuzimga qo'yib o'ting. Har kuni ona oyog'ingizni tagida bir yuzimni surkasam, yuzimni yerga qo'yib tursam, oyog'ingiz bilan meni yuzimni bir bosib o'tib, meni yuzimni ham do'zaxda o'ti kuydirmaydigan qilib bering" deb ulug'lar onalariga yalinar ekan. "Ey ona, hozir yotaman, oyog'ingiz bilan meni yuzimni, soqollarimni bir ezib o'tib bering. Toyinki shu jasadim do'zaxdan ozod bo'lib qolsin meni. Jannatning ostonasini bir o'pgan bo'lib qolayman" deb ulug' zotlar onasini oyog'ini tagida turar ekan. Kim bugun onasini oyog'ini o'pdi? Demak, bu bizni Allohga yaqin qiladigan ulug' ibodat. Bugundan ham nima qilaylik? Otamizmi, onamizmi,
Otamiz bo'lsa peshonasidan o'pib duosini olib, onamiz bo'lsa oyog'iga yiqilib o'pib, yaxshiyam siz bora duo qiling, Xudo meni oxirimni baxayr qilsin deb duolar olaylik. Ota-onani bolani tepasida qilgan duosi biloshak ijobat. Alloh uni albatta ijobat qiladi. Shunga hammamiz ham bir himmat qilaylik azizlar. Duo qilamiz, Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni suhbatdan manfaatdor qilsin, o'zimizga ham amalni nasib aylasin va hammalarimizni rizoligiga muvofiq istiqomat qilishlikni Xudoyo hammamizga muvaffaq qilsin. Farzandlar ota-onalarini oldida bir nihoyatda bir katta odob bilan turishlikda Alloh taolo hammamizga muvaffaq qilsin ya Arhamar Rohim. O'zingiz duo qiling, men tushaman yo'q. Xo'p, bir go'day yosh bacha demak nima deykanlar, bemorxonada ekanlar. Yana duo talablar bormilar? Alloh taolo duo qilaylik, hammalariga shifoy komil bergin. Uni qatorida bu go'dakka ham o'zing shifoy komil bergin. Barcha bemorona ahli islomga Xudoyo o'zing shifoy komil bergin. Mana bu joyda jamoatimizda turganlarni ham hojatlarini ravo qilgin, mushkullarini oson qilgin, qarzdorlarga najot bergin Parvardigor. Barcha bemorona ahli islomga shifoy komil, ojila, shifoy tomma ato qilib bergin. Yurt elatlarimizga rahmat nazaring bilan qaragin. Ofati samoviy va arozilardan Xudoyo o'zing saqlagin. Mana hammamizni diqqat qilib turgan, hammamizga bir o'y tashvish bo'lib turgan mana bu virusni, mana bu pandemiyani ham Xudoyo o'zing tezda ko'targin. Senga bir emin erkin holda xotirjamlik bilan ibodat qilishni Xudoyo hammamizga muvaffaq qilgin ya Alloh.